Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sardorbek aka, bugungi biz mehmonimiz. Sardorbek aka o'zingizni tanishtirsangiz. Xo'p, ismim Sardor. Cradle startup asoschisiman, founderman. Xo'p, startupda deyarli mana 3 yil bo'lib qoldi. Startup ichida yuribmiz. Asosan computer vision bo'yicha shug'ullanamiz. Xo'p, mutaxassisligim aslida xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Iqtisoddan уже ITga o'tib ketganman. Katta burilish bo'lib ketgan. Katta burilish bo'lib Ha. ketgan. O'z zavodlarda ko'proq qilgan ishlarim, startupdan oldingi tajribaga qilsak, zavodlar bilan ishlaganman. Ishlab chiqarishda moliyaviy direktor bo'lib ishlaganman. Bir oyda ichida transformatsiya bo'lib ketgan. Hamma narsani tashlab, startupga o'tib ketib qolganman. Kim turtki bergan bu narsaga aka sizga? Bir chiroyli ishlab yurgan bo'lsangiz. Kimmas nima? Nima? Xo'p, 2023-yilni boshida, xo'p, 22-23larda AI'da haqiqiy hype boshlanganda. Shunaqa. Sun'iy intellekt bu nima degan savollar boshlangan. Sun'iy intellekt nima qilsa bo'ladi? Shuni hisobiga 2022da xo'p 6 oylik AI kursga borganmiz. Bu yoqda machine learning o'rganilgan. Shunga qarab AIga nisbatan mehr paydo bo'lgan. Bu birinchi faktor. Ikkinchi faktor, xo'p 4 yil, почти 5 yil moliyada yurganman. Ishlab chiqarishda moliya bilan shug'ullanganman. Zavodlarni noldan qurganmiz. Ikkita zavodni noldan qurib, xo'p marjinalariga ko'targanmiz. Proses boshida qiziq bo'lgan, keyinchalik zerikilgan. Chunki bir xillik. Уже noldan ko'targaningizdan keyin hamma prosessini bilasiz. Ichigacha ishlab chiqarishini ham bilasiz. Seriyos qayerdan kelib qayerga sotiladi. Xo'p, seriyoni kimdan olsa bo'ladi, qancha olsa bo'ladi, qancha arzonga olsa bo'ladi. Hamma prosessni уже ichiga kirib ketganingizdan keyin siz uchun qiziq narsa qolmaydi-da. Уже zerikish. Zerikilgan joyda odam o'smaydi. Shu hisobiga o'zi startapga o'tishimdan 2 oy davomida, o'tishdan oldingi 2 oy periodda nima deydi? Ofisga borib kelib yurilgan xolos. Maza qilinmagan, уже keyin to'xta bu ketishda bo'lmaydi. Chunki o'silmagan joyda pasayish bo'ladi. Bitta joyda to'xtamaydi inson. Ili o'sadi, ili pasayadi. Уже pasayish boshlangan, shu hisobiga резкий скачок уже AI tarafga ketib qo'yganmiz. Undan tashqari uchinchi faktor ham bor bu yoqda. O'zbekistonda birinchi venture fondlar ochilishni boshlagan. Birinchi mahsul, undan oldin Uzbisi bor edi. Lekin venture bozorini shakllantirayotgan venture fondlardan Aloqa Ventures aktivniy bozorga kirib kelgan, akseleratsiya dasturini o'tkazgan, o'shanda qatnashganmiz. O'sha hisobiga ozroq investitsiya olib turib, ishlar boshlanib ketgan. Boshida qanaqadir nima deydi? Davay bilan boshlangan ishlar. Startup nima o'zi? Nima qilish kerak? Uni otsenkasi qanaqa baholanishi kerak? Shunga o'xshagan savollarga javob ham yo'q holatda o'zi kirib ketilgan boshida. Hozir men sizga savollar aka, siz o'zingiz moliyaning ichidan chiqib kelgan odam ekansizda. Kelgan meni tushuncham balki noto'g'ridir. To'g'rilab kelsa zo'r bo'lardi. MCJlar tarkibi tuzilayotgan paytda protsentlar belgilanadi ularga. Tuzilayotganda keyin qaytadan reformatsiya qilinish davrida, ya'ni misol men 10% kimgadir berdim, u menga investitsiya kiritdi. MCJni reformatsiya qilayotgan paytda muammolar yo'qmi qonunchilikda? Chunki men bilamanki, ulush sotib turib, ulushga biriktirib qo'yilish bu AQShda yaxshi rivojlanib bo'lgan siyosat, startup bo'yicha, lekin O'zbekistonda hali endi ko'tarilyapti VClarning o'zlari, startup bozori endi ochilyapti. Tashqi investitsiyadan hali unaqa katta pul tortilgani yo'q O'zbekistonga-da. Juda nostabil holatda. Shu paytda bizda endi sal tegib o'tib ketishimiz kerak bo'lgan narsasi, qolgan kuzatayotganlarga bemalol kiringlar, muammo yo'q deya olamizmi? Xo'p, o'sha paytda muammo bor edi. Ya'ni 2022-23-yillarda O'zbekiston qonunchiligi startaplarga yoki venture bozoriga moslashmagan. Yo'qda venturelar qanaqa kirardi startaplarga? Startapni nominal bahosi bor edi, real emas. Qog'ozda 10 million so'm. Venture startapingizni $1 million baholadi. Shunaqa. Sizga $100 ming bermoqchi 10% olib turib. U nominaldagi 10 milliondan 1 million kiritadi. Qolgan pulini aylanma kapital sifatida kiritib yuboradi. O'shanaqa ishlagan. Hozirgacha ham ishlayapti. Adashmasam, уже bridge loan ishga tushyapti.
Aha. Undan keyin o'sha real qiymatda, ya'ni boshqa Amerikadagi startaplar qanaqa ishlaydigan bo'lsa, Angliyada qanaqa ishlaydigan bo'lsa, o'sha qonunchilikka o'tamiz. Qonunchilik tarafida yangilanish bo'lyapti, reformatsiya bo'lyapti. Lekin buni bir 2 yil oldin boshlangan, juda uzoq muddatda yetib kelganmiz bu narsaga. Bu qiyin, chunki davlat ichidagi tuzilmalar asosan securityga qaraydida, compliance'ga, securityga qaraydi. Qachon O'zbekiston tarkibiy uyushmalari hammasi shunga tayyor bo'lsa, keyin o'tadi. Ming bu yoqda qonunchilik tayyorlab qo'ygan bo'lsak ham, hamma narsa zo'r ishlab turgan bo'lsa ham, o'shungacha bo'lgan davrda qolganlar tushunchalari to'g'irlanib qolsa, keyin o'tadida. Menimcha transformatsiya bo'lgungacha bo'lgan davrda hozir mana mediamiz ham yaxshi ketyapti, что tushuntiryapmiz, startap nega qilish kerak, nega iqtisodni o'stirish kerak bo'lganlarni hamma tushunib borgani uchun boyagi British sistemaga o'tishimiz endi o'tiladi, xudo xolasa bo'li bizga foydaliroq bo'ladi. Endi sizda asosan aka Cradle Vision'da nimalar qilasizlar? Nimalarga urg'u berasizlarki, bozordagi boshqa kompetitorlardan bunday qaraydida, sizni klientingiz. Cradle bilan ishlaganim yaxshiroq ekan deydi. Xo'p, Cradle Vision o'z nomidan ham Vision, ya'ni biza kompyuter ko'rish deyiladi o'zbekchada. Kameralarni analiz qilish bilan shug'ullanamiz. Kameralardan kelgan videolarni tahlil qilish. Bu yoqda asosiy funksionalimiz nima bilan ishlaymiz? Masalan, yuzni aniqlash, yuz tanib olish, obyektlarni tanish, xo'p, holatlarga baho berish. Masalan, qanaqadir janjal yoki kimdir hushdan ketib qoldi, yong'in chiqdi, shunga o'xshagan holatlarni analiz qilish. Xo'p, o'zi nimaga kerak bunaqa proyekt? Bozorda aytaylik, xohlagan bitta offline biznesni oladigan bo'lsangiz, kamida 4-5 ta kamerasi turibdi. Shuni 5 ta kamera yoki 6 ta kamera. Uni birinchi maqsadi, o'rnatishdan maqsadi bu xavfsizlik. Ertaga aytaylik, qanaqadir o'g'irlik bo'lsa, qanaqadir janjal chiqsa, nimadir bo'lsa, xo'p, o'shani ko'ra olish uchun bitta zapis qiladigan enver bo'ladi. Uni aytaylik 5-chisloda nimadir bo'lgan, borib 5-chisloni ochadi. Ungacha bo'lgan periodlar, undan oldingi periodlar, ya'ni bu ma'lumot ishlanishsiz qoladi. Hamma joyda jar solamiz, что ma'lumot bu keyingi avlod neft bu aslida. Lekin ishlatilmayotgan terabaytlab ma'lumotlar bor kameradan. Faqatgina xavfsizlik uchun ishlatyapmiz. Kameralarni boshqa maqsadlarda ham ishlatsa bo'ladi. Aytaylik, sizni kiyim do'koningiz bor. O'sha xavfsizlik uchun qo'ygan kamerangiz orqali siz analiz qilishingiz mumkin mijozlaringizni. Nechta odam kirdi kuniga. Siz faqatgina kassadagi sotuvga ishonib qolmasligingiz kerak-da. Kassada aytaylik 100 ta sotuv qildi, aslida 1000 ta odam kirgandir. Bu juda kam konversiya bu. Konversiyani bilishingiz kerak. Chunki siz har bitta odamni olib kelish uchun CAC deydi, customer acquisition cost. Juda katta xarajat qilgansiz. Kirib kelgan, lekin bu yoqdagi aytaylik xodimingizni xatti-harakatlari hisobiga siz yo'qotyapsiz. Buni bilmaysiz. Xo'p, ichkarida xodimni ko'pchilik holatlarda ko'rasiz, borib turib nimadir so'rasangiz, o'rnidan turib javob beradi. Bu servis yaxshi emasligi sizni ertaga bankrot bo'lishingizga olib keladi. Buni analiz qilishingiz mumkin kamera bilan. Xodimlar keldi ketdi. Ya'ni kamerani biza to'g'ri maqsadda ishlata olishimiz kerak-da. U sizga juda katta data beryapti, uni foydalanmayapsiz. Musorga tashlayapsiz. Qo'pol qilib aytib, chunki endi ham har 3 oyda o'chirib tashlaydi. 3 oy ichida bir marta foydalandingiz yoki foydalanmadingiz. Shunday. 3 oy ichida nechta terabayt ma'lumot tashlab yubordingiz. Aslida bu foydali ma'lumot. Shunday. Lekin ikkinchi tarafi ham bor. Buni 5 ta kamerani odam faktori bilan, ya'ni odam o'tirib analiz qila olmaydi. O'zimiz eksperiment qilib ko'rganmiz. Bitta kamerani 4 soat analiz qila olganmiz. 5-soatda qarab o'tirganmiz, miya o'zi tahlil qilmayapti. Ya'ni odamni fizik qobiliyati bitta kamerani maksimum 4-5 soat analiz qilishga yetadi. Bu yoqda 5 ta 6 ta kamera haqida gapiryapmiz. Ya'ni fizik jihatdan buni tahlil qilib turib, boya aytayotgan ma'lumotni ola olmaymiz. Bu yerda o'zi AI kerak. AI yordam beradi va AI'ni yaxshi tarafi bu charchamaydi, xo'p, uxlamaydi, ovqatga so'ramaydi. Xatoligi kam odamga nisbatan. O'sha hisobiga Computer Vision ko'p yo'nalishlarda, faqatgina retail emas, faqatgina masalan education sektor emas, oxirgi paytda Computer Vision qo'llanilmaydigan sohani o'zi qolmagan. Shuning uchun shu bozorga kirib kelganmiz. Hozir mana shu savol tug'ilyapti menda aka o'zimda. Bozorga kirib kelishingizga
turtki bo'lgan narsa mana boshida aytdingiz, qiziqishlarim bo'ldi, AIda qaradim, zo'r, muhabbat paydo bo'ldi, kirdim. Zo'r. Lekin qadriyat muhabbat emas, qiziqish. qiziqishda endi, xo'p. Qadriyat qiziqishlaringiz orqasidan kelganmi yoki puldami? Chunki AIda resurs katta, odamlar hali endi ko'z ochilyapti AIda capability, ya'ni AIni qo'ldan keladigan ishlar ko'pligini ko'ryapti-da. O'tsakmikin degan ikkilanish bilan turibdi, juda ko'pchilik ikkilanish bilan turibdi hozir bozorda. Aytyapti, kimdir qilayotgan bo'lsa, use case bizga bersa, ya'ni foydalanayotgan ekanligini ko'rsatsa, foydasini ko'rsatsa, biz ham o'tardik deb turibdi hozir. O'sha paytda siz natija bera olishingiz uchun bunga kirib kelayotgan davringizda birinchi faktor pulmidi yoki qadriyatmi? Ya'ni men qiziqdim shunga qilaman, o'lib ketsin. Pul qiziqmas menga. Qaysi biri edi? Xo'p, startap boshlayotgan paytingiz pul topish haqida o'ylaolmaysiz. Pul bo'lolmaydi u yerda, chunki men juda katta karyerani tashlab kelganman. Shunga oylik tashlab kelganman. Bu yoqda ishonch yo'q edi. 3 oydan keyin oylik olib turishimga, ya'ni o'zim aytaylik $2,500 oylikdan $700 o'zimga maksimum masalan bir oyda yashashim uchun yetadigan oylik yoza olganman. Hali MVP stage'da aytaylik ertaga zo'r sotuv bo'lib kuchayib ketishini ham bilmaysiz. Bu yoqda pul faktor bo'la olmaydi. Bu yoqda prosta qiziqish. Qani o'zimni tekshirib ko'raychi, sinab ko'raychi degan narsa bo'ldi. Istalgan vaqt boyagacha 2,5 ming ishingizga qayta olardingiz-da. Yo'q. Aynan o'sha joyga bo'lmasa ham boshqa joyga. O'sha joyni, zo'r savol. O'sha joyni aytaman deb turdim. Agar startap boshlayotgan odam orqaga yuradigan yo'li bo'lsa, plan bo'lsa, bu startap yurmaydi. Men plan B'larni yo'qotib turib kelganman. Hech qaysi vaqtda masalan startapim kassaviy razrivlarga uchragan, ko'p minuslarga kirib ketib qolgan startapda tabiiy holat. Chunki katta resursimiz yo'q edi, bozorda ham katta resurs yo'q edi. O'sha hisobiga juda ko'p marta minusga kirib ketib qolganman. Va o'sha holatlarda ham orqaga qaytish haqida o'ylamaganman. Orqaga qaytish yo'lingiz bo'lsa, siz tavakkal qilib turib oxiriga bormaysiz. Qaysidir momentda tashlaverasiz. Minusdan boshlash kerak ekan, demak, imkon boricha hisob startap ichish uchun. Yo juda chuqur kirib ketasiz, birato'la to'lasiz yokida uchasiz, boshqa yo'li yo'q. Yana bitta momenti bor hozir. Hype'lar juda ko'payib ketdi-ku internetda, startapga zo'r bo'lib ketadi. Sal realistik qarash kerak. Startapda aytaylik, internetda ko'ryapsiz, bitta 20 yoshli qozog'istonlik bola $7 million nefsga ko'tardi. Lekin o'sha bola milliondan bittada. O'zbekistonda ham yoshlarga maslahatim shuki, bo'ldi, ertaga startap qilaman degan narsa bilan hamma narsani voz kechib olmanglar. Chunki startap o'rtacha statistikani qaraydigan bo'lsak, 30 yoshdan oshgandan keyin yaxshi yuradi. Kamida 25 dan keyin keladi. Ayrimlar bor, universitet bitiryapti, startap qilaman. Yo'q. Startap qilish bu o'zingizni pulingizga risk qilish, investorlar puliga risk qilish. Investorlar puliga risk qilish eng yomon narsa. Investor sizni ayamaydi, investor sizni ota-onangiz emas. Ertaga shapaloqni ko'prog'ini yeysiz. Ota-onangizdan gap eshitishingiz mumkin, bu yoqda pulni qaytarib berish kerak. Undan ko'ra qaysidir joyga borib, yo'nalishingiz bo'yicha biznes egasini puliga risk qilgan yaxshi. Masalan, men o'zim ham 4-5 yil Jahongir akaning puliga risk qilganman desam bo'laman. Artel sistemda masalan. O'sha orqali juda ko'p xato qilasiz. Xato qilmaydigan odam bo'lmaydi, xatosiz o'rganilmaydi hech narsa. Startap bilan o'rganaman deyilmaslik kerak-da. Startapda o'rganib, qaysidir darajada bazaviy bilim bilan, tajriba bilan keyin kirilish kerak. Internetdagi hype'lardan sal uzoqroq bo'linglar. O'rtadan Mark Zuckerberg universitet tashlab millioner bo'ldi degan hype yurardi bizim universitetda o'qigan davringlarda. O'sha paytda universitet tashlamoqchi bo'lganlar ko'p edi. Mark Zuckerberglar milliarddan bittada. Mark Zuckerbergni backgroundi ham zo'r bo'lganda, uyini ham qarab qo'yish kerak-da. O'sha bo'la olaman deb harakat qilish yaxshi, lekin realistik ham bo'lish kerak-da odam. Shunday. U Garvardga kira olgan hamda u. Kira olganda u sen hali O'zbekistondan chiqa olmayapsan, kechirib qo'y-u. U har xil darajalar bor-da u yerda. Kelgan mana shu yerda ozgina urg'uni berib ketsak ta'limga. Endi o'zimiz asosan ishlaydigan yo'nalishimiz ta'limda. Qayerda siz ko'ryapsiz computer visionni ta'limga yordam bera olishini? Xo'p, nima biz приложениyalar qilsak bo'ladi Cradle Vision bilan? O'zi qilganmiz. Birinchi case'imiz computer vision orqali yo'qlamani avtomatlashtirish. Bu yoqda biz oddiy har bitta xonada bitta kamera, oddiy kamera bolalarni hozir bilasizlar, universitetda Hemis degan dastur bor, integratsiya qilingan.
aytaylik birinchi parada A guruh shu sinfga kirish kerak bo'lsa, biz o'sha sinfni yo'qlamasini avtomatlashtiramiz. Keldi, ketdi, kech keldi, hammasini analiz qila olamiz. Bu computer vision ta'limda kichkina bitta implementatsiyasi. Bu orqali biza juda kichkina, lekin to'g'ri ham qabul qilish kerak. Hali sun'iy intellekt paperdagi sun'iy intellekt bilan productiondagi sun'iy intellekt o'rtasida kamida 100 barobar razlika bor. Tafovut juda katta. Kichkinagina narsani implementatsiya qilish ham juda qiyin aslida. Shunday. Aytaylik, hozirgi proyektni tashqaridan ko'rish oddiy. Men bunga 1,5 yil $400,000 rasxod qilganman. Bir og'iz gap uchun. O'sha yo'qlama keldi ketdini qila olish uchun, buni masalan tashqaridan qarasa juda oddiy ish. Ya'ni ko'p ham qiyin anaqani masalani hal qilmayapti. Kichkina masalani hal qilish uchun productionga sun'iy intellekt olib kirish juda katta qiyinchiligi bor. Chunki sun'iy intellekt faqat bu software emas. Buning ichida hard bilan integratsiya joylari bor. Shunday. Eng qiyin joyi hardda. Chunki resurs, toza resurs berish kerak. Juda katta resurs edi. Resurs yomkisini tushirish kerak. Yana bozorga $1 million produkt bilan olib kirsangizdan, uni qiymati $10,000 bo'lsa hech kim olmaydi. Bu xarajati $5,000 bo'lishi kerak. Shunda $10,000 qiymat olib kirsa kiradi. Hozir men universitet case aytadigan bo'lsak, berayotgan qiymatimiz nima? Juda kichkina. O'qituvchi o'sha yo'qlamani qilmasligi uchun sun'iy intellekt qilsin. Bu yoqda o'qituvchining o'rtacha hisoblab ko'rdik, 5 minutdan 7 minutgacha vaqtni tejayapti har bitta xonada. Endi hisoblab ko'rsangiz, bitta katta universitetda juda katta vaqt tejalayapti. Bu o'qituvchi vaqtini dars o'tishga sarflaydi. Ikkinchi, adashmasam, hozir tutor degan lavozim bor. Tutorlar o'sha bolalarga enagasi ekanda. O'sha kirib birma-bir holat qanaqa? Dars o'tib o'tiribsiz, tutor kiryapti-dan yo'qlama qilyapti. Siz darsiz bo'lyapti. Fokusingiz ketib qolyapti. O'sha narsalarni yo'qotadi qiymati. O'qituvchiga ko'proq darsga fokus qilishga yordam beradi. Kichkina qiymat, lekin juda uzoq muddatda, juda katta resurs bilan qo'lga kiritildi. Undan tashqari biz bir ikkita pilotniy loyihalarni qilib ko'rganmiz. Computer visionni o'zi bilan ish bitmaydi, yo'qda NLP ham bor. O'qituvchini darsini analiz qiladi. Qaysiki o'qituvchi dars o'tib ketaveradi, uni darsi yozib olinadi. Ovoz yozib olinib, tekst formatga o'tkaziladi. O'qituvchi haqiqatda masalan aytaylik, bugun logarifmda o'tish kerak bo'lsa, logarifmda o'tdimi? Shunaqa keyslar bo'lgan. Endi o'qituvchilarga nisbatan tosh otish emas, hammasi ham unaqa emas, besh barmoq bitta emas. O'zimiz universitetda o'qiganimizda bir ikkita o'qituvchilarimiz bo'lardi, kelib turib, kecha aytaylik, qizini uyida nima muammo bo'lgan, o'zi yoshligida nima qilgan, o'sha haqida gapirib beradi. Darsni 80 minutda 60 minutda o'tkazib siz birga aslida dars ilm olishga borgansiz. O'shanaqa faktorlarni yo'qotish mumkin, o'qituvchini ozgina ramkaga solish mumkin. Dars o't degan ma'noda, chunki bu analiz qilinyapti, ertaga tahlil qilinsa bo'ladi. Endi men shu yerda endi o'zimda bo'ladigan keyslarda aytib ketay. Tosh otish bo'lmasin, men talabalarimga, menga ham bo'lmasin, общий kuzatilgan keyslardan biri nima desangiz, talaba befarqda, ming yolvorganingizda bu paytda o'qituvchining o'zini motivatsiyasini tushiraveradi, dars o'tishga bo'lgan motivatsiyasi. Yonib, kuyib uydan darsini tayyorlab keldi, shu dars o'tish uchun deylik. Talaba bo'lsa, mayli, pust attendance o'sha bor yo'q qilishligi uchungina keldi-da, ilm olish uchun emas, maqsadi yo'q. 100 tadan 10 tasi bor, stop, o'qituvchini shu imkon boricha to'kib oladi, hamma mavzusini, hamma bilimini to'kib oladi. Qolganlari befarq. Bu joyda siz qilayotgan computer vision faqat bir taraflama bo'lib qolmayaptimi? Ya'ni faqat o'qituvchinigina qolib kelolmayaptimi? U o'quvchiga ham qaratilgan bo'lish kerak emasmi shu joyda? Computer visionmi yoki NLP hozirgi ovoz yozib analiz qilishmi? Computer vision bu yoqda yo'qlama qilyapti. NLP deylik. O'sha mana hozir yozib olganingizdan keyin analiz qila oldingiz-ku. Yo'q, bu yerdan computer vision kerak bo'ladi, chunki o'quvchi e'tibor qilyaptimi yo'qmi? Orqa partiyaga o'tirib olib uxlaydigan bo'lsa, u pust yozib oladigan bo'lsa ham uxlayapti-da, o'sha narsa yozib ololmaysiz unda. Lekin har birini yozib olaman desangiz, siz juda ko'p resurs ketib qoladi-da. Kompyuter bilan qilsak soddaroq yechim bo'lmaydimi? E'tibori doskadami, eshityaptimi, yo'qmi shu narsaga? Bunaqa yechimlar bormi Cradle'da? Bizlarda bunaqa tayyor modellar bor, train qilganmiz. Implementatsiya maktablarda pilotni qilib ko'rganmiz. Bu narsa universitetga kerak emas. Chunki universitetga kelgan bola allaqachon shaxs sifati shakllanganda, unga masalan dars eshit yoki dars qilib kel degan narsa aytilmas ekan. Universitetda O'zbekistonda
sal mohiyati noto'g'ri tushunilib qolganda, universitet bu yo'nalish beradi. Bu aytaylik, aytaylik, IT bo'yicha universitetga kirdingiz, sizni IT bo'yicha o'qitmaydi. IT bo'yicha sizga yo'nalish beradi, siz o'zingiz o'qiysiz. Unda Shunday. yo'nalish beradigan bo'lsa, u o'qishda xohlasa, xohlamasa siz unga enagalik qila olmaysiz. Xohlasa o'qisin, xohlamasa Lekin o'qimasin. universitetlarda уже enaga bor-ku. O'sha narsa xatoda. U enagalik maktabda to'g'ri keladi, chunki maktab yoshidagi bola o'zi uchun nima to'g'riligini bilmaydi. Uni nazorat qilish kerak. Shunday. Masalan, litsey, kollejlarda kerak. Hali u o'zini shakllanmagan odamda, ya'ni o'zini anglab yetmagan, o'ziga nima kerakligini bilmaydi. Shuning uchun ularga nazorat kerak. Universitetda bu o'zi ko'proq shaxsni o'ziga qo'yib berish kerak. Bizlarda yana bitta muammomiz, enaga bor-ku deyapmiz-ku. Enagani yaratib turib, universitetni bitirayotgan bolalarni qaror qabul qilishda, mustaqil harakat qilishda juda kamchiliklari bor-da. Men o'zimda ham juda ko'p o'sha keyingi pokoleniya, 2000 dan keyingi pokoleniyadagi bolalar o'qiydi, ishlaydi. Ishga olganman, ular bilan juda qiynalaman, mustaqil qaror qabul qila olmaydi. Kimdir ular uchun chapga o'ngga yur deb o'rgatish kerak. Aytib berish kerak. Bu narsa masalan universitetda juda fundamental shakllanish kerak-da. Universitetda keldi, aytaylik, qaysidir fanni o'tyapti, o'qituvchi tushuntirishga, men seni enaging emasman, xohlasang o'qi, xohlamasang o'qima. O'qimoqchi bo'lsang, senga yo'nalish beraman. Masalan, har qanday soha juda keng-da. Shunday. Kimdir sizni to'g'ri so'qmoqqa yurg'izib yubormasa, siz o'tlab yuraverasiz, umringiz ketib qolgan bo'ladi-da. Uni o'qituvchini sizni so'qmoqni ko'rsatish. So'qmoqda yurasizmi yo so'qmoqda boshida uxlab qolasizmi, u sizni ishingiz. Shunday. Mustaqil qaror qabul qilish kerak. Ya'niki aytmoqchiman, implementatsiyasi, AI implementatsiyasi analiz qilinishi kerak. Kerak joyi bor, keraksiz joyi bor. Uxlab qolgan universitetni tahlil qilish kerak emas. Kerak emas. Yo'q, maktabda kerak. Tushunarli. Ya'ni universitet resurs sarflayaptimi, o'zini resurslarini to'g'ri sarflayotganligini analiz qilsin bu. O'qituvchi o'sha kiryaptimi, to'g'ri yo'nalish beryaptimi, o'shani tahlil qilishimiz kerak. Bemalol o'zini servisini, ta'limini sota olgan deylik, o'sha ko'rsatib bera olgan paytda analitikani klientga ko'rsatadi. Mana menda hamma yo'q bor. Bu yoq o'zingdan. Shunaqa deb ko'rsatib bera olish kerak. Zo'r javob bo'ldi. Boshqacharoq javob kutgandim to'g'ri. Ya'ni bizda qanaqa bo'lgan? 2017-yil men o'zim Inha universitetida o'qib yurgan paytimda machine learning fanini o'shanda o'qiganmiz. Machine learning AI o'qiganmizda. O'rtoqlarim qilgan proyektni aytib beraman. Men ichida bo'lganman, o'zim koding qilmaganman. Ideya nima? Har bitta endi Inha universitetida bilasiz, kameralarimiz bor. Kamera bir nechtada-da, bir nechta juda ko'p. Har bitta xonada bir nechta. Xohlasangiz o'zingiz olib kelib qo'yib qo'ysiz bo'ladi, menga qarshilik yo'q. Chunki aytasiz, proyekt qilyapman, IT base, davay qilib olaylik. Okey. Biz doskaga ular 3 ta kamera qo'ygan, 3 ta kamera bilan o'qituvchini attentionni doskaga qanchalik qarayapti, o'qituvchiga qanchalik qarayapti. O'quvchilarda. O'quvchinikini olganda keyin mikrofon bilan qilgan, bir-biriga tahlil qilgan, bir-biriga joylab qo'ygan, ko'rganmiz. Bu narsani Microsoftgacha olib chiqilgan bu proyekt. Microsoftda regional startaplarga urg'u degan bitta kichik konferensiya bo'lgan, o'shanga olib chiqqan bolalar. Hozir aynan o'sha bolalar Turkiyada vision based retaillarga solution sotadi. Retailga o'tib ketdi. Ular retailga o'tib ketdi, faqat Turkiyada o'tib ketdi. Ya'ni ko'rganman o'zim demoqchiman-da. O'zim ko'rganligim uchun menga qiziq bo'lgani uchun bu savol beryapman. U yoqda nima yechim? Ular o'sha attention span qanchalik 100% dars vaqti davomida o'quvchi qanchalik berilayotgan ma'lumotga attention qaratyapti. Ya'ni o'qituvchiga udar berish kerakmi? Bo'li yaxshiroq qilgin, interaktivroq qilgin deyish kerakmi? Yoki-da o'quvchidan olishimiz kerak, ya'ni o'quvchiga biz tashlashimiz kerak mas'uliyatni ko'proq degan yechim qilib berardi oxirida bular. Bu 2017-yildagi gap. Endi undan beri 8 yil o'tdi-da. Undan beri yechimlar ulg'aygan bo'lish kerak-da. Arzonlashgan bo'lish kerak. Keyin yaqinda biz bitta startap bilan gaplashdik. Ular ham computer vision bo'yicha qilyapti. Ismlarini oshkor qilmaymiz. Paka MVP joyida. Ularning gapi bo'ldiki, menga yoqqan joyi hamma AI rivojlangan taqdirda ham deyapti. Eng kuchli rivojlangan computer vision. Chunki ularga kerak bo'lgan sensory elementlar va ma'lumot yig'ish hamma joyda available. Va lokatsiya tanlamaydi. Ya'ni Turkiyada ishlayaptimi? To'g'ridan to'g'ri texnologiyani ko'chirib kelsangiz, O'zbekistonda ham ishlaydi. Chunki u kamera bilan bog'liq, odamlar bilan interaction bilan bog'liq emas. Ya'ni AI ning boshqa yo'nalishlarimiz bor, bilsangiz, boyagi NLP bor. NLP ni o'zbekchaga train qilsangiz, u inglizcha ishlamaydi-da.
angliyskiga boshqatdan train qilishingiz kerakda. Endi computer visionda qiladigan bo'lsangiz, уже tayyormi? Olib kelsangiz ishlayveradi bu yoqda. Yechim ishlayveradi. Ya'ni arzonligi nisbatan va qo'llanilishligi mumkinligi nisbatan computer vision based, ya'ni computer visionga asoslangan startaplar yoki loyihalar tezroq yuradi, oldinroq yuradi. Aytaylik, birov 50 tezlikda ketayotgan bo'lsa, AI ni NLP bilan computer vision 70 ta ketadi-da tezligi. Yo'q, Tezroq ketadi. 70 ta keta olmaydi. 20 ga chiqib bo'lsa katta gap. 50 da ketyapti NLP solishtirganda. Da, NLP 50 da ketsa, computer vision 20 da yursa katta gap. Nega? Bittasi sababi bor-da. Computer vision bu software emas ko'proq. Bu Bu hardware. hardware-da. Scalable emas. Scaling qilish masalasi qarang. O'zim ichida yurganim hisobiga tushuntiraman. Computer visionda model train qilish bor, model yaratish juda oson narsa. 2 soatda o'tib juda katta model yaratib qo'yishingiz bo'ladi. Uni implementatsiya qilib turib, nechtadir kameralar bilan ishlab turib, oxirida rezultat, biznesga kerakli rezultat olish bu yillar vaqt ketadi. Birinchi sababi computer vision juda katta resurs so'raydi, GPU kerak. Video prosess qiladi chunki. Computer vision'ni productiondagi produktga aylantirish uchun juda kuchli mutaxassis kerak. Chunki bu low levelda C'da yoziladigan pipeline'lar qurish kerak. Modelni o'zi bilan ish bitmaydi. Shunday. Pipeline'lar chunki bu yerda nechtadir kamerani одновременно обработать qila olish bu low levelga tushish kerak. Yo'lovchi qo'lga tushib ketadi shunday. $2000 GPU ni 5 ta kameraga ham ishlash mumkin. 200 ta kamerada ham ishlash mumkin. Bu yo'q уже mutaxassislik kuchiga bog'liq shunaqa. Xo'p, buni SaaSga o'xshagan produkt qila olmaysiz. Sababi birinchi faktor, kamera bilan ishlayotgandan keyin sizga stream kerak. Aytaylik, Avstraliyadagi qaysidir ishlab chiqarish zavodidan streamni GPU ga olib kelib turib, sentralniy serverga olib kelib turib, обработать qilishingizdagi birinchi muammongiz bu streamni olib kelib olish. Latency bor birinchidan. Stabilность yo'q. Internet o'chib qoldi. Tok o'chib qoldi. Internet pastroq. xato. Hozir aytyapmiz, mana rivojlanyapmiz, ya'ni IT texnologiya rivojlanyapti, lekin hali ham internet bilan muammolarimiz bor. Bu muammolar saqlanib qoladi. Bu joylarga bog'liqda bu ham. Stabilniy internet potok kelmaydi sentralniy serverga. Uchinchi masala. Juda ko'p resurs edi. Agar GPU da qo'yadigan bo'lsangiz, sizni aytaylik produktingiz $50 bo'lsa, GPU $80 pul deb qo'yadi. Kamida. Shuni hisobiga bu scale qila olmaydi. Shunday men model GPU qo'ydim, butun dunyoga sota olmayman. Hozirgi alohida GPU olishim kerak unga. Hozirgi anaqada holatda computer vision bozorida edge device'lar degan narsalar bor. Ya'ni o'zini NPU'si bo'lishi, Natural Processing Unit, TPU'si, Tensor Processing Unit, GPU'si. Ya'ni kichkinagina hardware'lar, agar bu temada gaplashib bilganda olib kelardim. Rasmini beraman, qo'yib olasiz. Men bilaman nimaligini. Bemalol gapirsangiz bo'ladi. O'zim aytishdingmi? Muxlislar uchun. Muxlislar uchun. Kichkina edge device'larga tushishga majbursiz. Shunday. Bir martalik xarajat qilib turib, mana Capex, OPEX degan narsamiz bor-ku, Capexga urg'u berib, OPEX kamaytirish kerak. OPEX juda katta, biznes ko'tarmaydi OPEXda. Bir martalik $200 ga $300 edge device'ga tushib yaratishingiz kerak. Bu уже scaling faktorini yo'qotaveradi. Ya'ni siz implementatsiyasi ko'p, talab katta, lekin siz mana xohlasangiz ham o'sha aytgan 100 tezlikka chiqa olmaysiz. TPU degan narsani yaqinda men bildim. Google announce qilishimiz 1 oy bo'ldi-ya bo'lmadi. Ungacha bo'lgan davrda TPU ni bilmas edim men. TPU'si Google kamida 5-6 yildan beri bor. Yo'q, yangi prosessorni yaqinda chiqqanligini. Coral TPU'si bor, o'zi anchadan beri bor u narsasi. Hozirgi oxirgi nima deydi, hype'ga chiqayotgan prosessorlar bittasi NPU bilan VPU. Natural Processing Unit bilan VPU, Video Processing Unit. TPU anchadan beri bor, lekin implementatsiyasi kamida. Hozir ko'payapti. TPU GPUdan ko'ra yaxshiroq. TPUni afzalligi GPU masalan har xil masalalar uchun ishlash. General purpose asosan. TPU aniq bitta case'ga moslashgan. Masalan, computer vision bo'lsa o'shanda GPUdan yaxshiroq. Shunday. Endi processing unitlar masalasida gaplashadigan bo'lsak, computer scientistlar kerak. Soddoroq tushuntirib qo'yaylik ko'ruvchilarga. CPU bor, bu hammani kompyuterdagi bor prosessorlar bu. Eng soddasi. Siz o'yin o'ynagani yetadi. Endi kuchliroq o'yin o'ynamoqchi bo'lsangiz, unda уже sizga GPU kerak. Boyagi
graphics processing unit. Undan keyingisi bular aytayotgani TPU'si bu Tensor. Tensorimiz endi matrisalardan tashkil topgan, har biri yo'nalishga mo'ljallangan o'zini AI'da tensori bor. Shunga maxsus ishlaydigan processing unit. NPU bu natural processing unit, asosan human uchun NLP bilan ishlaydiganlar uchun. Asosan NLP ga mo'ljallangan datalar bilan ishlashga mo'ljallangan processing unit, ya'ni uje bu processing unitlarning o'zi kengayishida bu oilaviy kengayishi bo'ladi. Endi chuqur kiraman desangiz, o'zingizlar o'qib olganlar yaxshiroq, chunki biz tushuntirgandan ko'ra o'zingizlar menimcha o'zingizlar yaxshiroq o'zingizlarga yetkazish osonroq bo'ladi biz tushuntirgandan ko'ra. Endi bizda hozir TPUlar yo'q bo'lsa kerak, yo bormi bizda O'zbekistonda? Bemalol любой joydan borib sota olamizmi? Yo'q. Buni ham biz arenda qilishimiz kerak, qayerdandir через internet. TPU как GPU ga o'xshab cloudni arenda qiladigan kam, ko'proq TPU edge device'larga mo'ljallangan bo'ladi. Edge device'larda ishlaydi ko'proq. Bizda bormi shunaqa edge device'larimiz? Ya'ni mana IoT'miz bor bilasiz. IoT'miz soatda qaytadigan bo'lsangiz, qayerda turgan sensor sizga ma'lumot yig'ib beryapti. Datchik движение. Или issiqlik sensor yoki humidity sensor. O'sha ho'llikni aniqlab beradigan sensorlarda. Kameralarni ham qisman aytsak bo'ladi edge device. Edge device qisman aytsak bo'ladi. Chunki uning ichida juda ko'p narsa bo'ladi-da. Pust bo'lsa Wi-Fi da ishlaydigan bo'lsin. Wi-Fi o'zi alohida turgan joyda xonani haroratini olib berib, kameraga ulab jo'natsin. Da u har xil maqsadlar. Umumiy kamera desak, qisman edge device. IoT of things, ya'ni IT of things bor, IoT bor, Internet of Things, o'sha edge device'larga qurilgan butun boshli tarmoq deyilsa, endi AIoT'imiz ham shakllanyapti. Hali kuchli emas. Yo'q, juda kuchli hozir. O'zbekistonda emas. O'zbekistonda emas deylik. Ya'ni O'zbekiston dunyo miqyosi bor. Shunaqa. O'zbekiston amalga kirishguncha bo'lgan davrda dunyo ham joyda turmayapti-da. Biz bilganimiz bor. O'zbekistonga kelguncha bo'lgan davrda boyagi cost efficiencyga qaraydi hamma baribir. Sotib olsam qanchada qaytarib olaman deb turib, ko'pchilik pul tikmayapti hali unga. Investorlar bo'ladigan bo'lsa, mana sizlarga opportunity boringlar. AIoTni bosinglar, zo'r qilsa bo'ladi. O'zbekistonda hali bozor ochilmagan va AIoTni olib kirganimizdan keyin kompyuter uchun zo'rroq rivojlanadi deya olamizmi biz? Yo'q. Yo umuman taalluqli emasmi bir-biriga? Yo'q, taalluqli. Bu anaqadan texnik tarafdan tashqari chiqalaydi. Sun'iy intellekt biznesga ishlatilish uchun $100 xarajat qildingiz, $1000 qiymat olib kelish kerak kamida. Bu hozir edge device bunga yordam beradigan narsa. Bu hozir aytganimdek OPEXni kamaytiradi. CAPEX bir martalik xarajat beradigan qiymat katta. Shuning hisobiga edge device tezlashtiradi, implementatsiyani tezlashtiradi. Juda tezlashtiradi. Lekin buni o'zi edge device'ni olib kirdingiz, do'konga qo'ydingiz yoki o'zingiz qayergadir qo'yib qo'ydingiz, ish bitmaydi. Bu yerda yana ikkinchi faktor bor. Bu mutaxassis. Computer vision bo'yicha edge device'ga pipeline'larni deploy qila oladigan mutaxassislar juda kam. Buni pasti yo'q. Yo'q O'zbekistonda. Bitta ikkita bordir. Masalan, men o'zimda ham suriyalik mutaxassislar ishlaydi. PhD mutaxassislar O'zbekistonda to'g'risi bir ikkitasini ishlatib ko'rganman. Hali nima deydi, tajriba yetarli emas, production levelga narsa chiqarishda qiynalishadi. Yana bitta savol bo'ladi-da, hozir hate ham kelsa kerak. Xo'p, startaplar o'sha mutaxassislarga shans berib ishlatib, ular tayyorlamasa qayerdan, ya'ni faqat ko'chadan olib kelib ishlataversa qachon bular paydo bo'ladi? Endi boyagi joy bor-da. Biz kadr yetishtirib berib sotaylik chet davlatlarga, kadr u yoqda o'rganib bizga qaytib kelsin, tajribani olib kelsin. Biz o'zimiz noldan ko'tarib fail qilaverib, haligi bozordan orqada qolib ketmaylik-da. Shunaqa. Undan ko'ra mayli biz yaxshi zo'r o'qitaylik-da, kadrni chetga jo'nataylik, tam 5 yil, 10 yil yashasin, tajribasini ko'tarib kelsin. Bizga mana shu foydaliroq chem o'zimiz ko'targanimizdan ko'ra. Chunki men o'ylayman, mana yaqinda o'zim o'quvchim so'radi, ustoz nima qilay, startap boshlamoqchiman. Hali bola 3-kursni aytyapman. To'g'risini aytaman senga dedim, boshingni qotirma, ishga kir. 6 yil ishla, senior team lead darajaga chiq. Keyin o'tirib men kelib startap qilamiz desam, bitta osh ustida yoki kofening ustida gaplashadigan gap bu. Senga hozir tushuntirsam, bo'ldi, podrobni tushuntiradigan bo'lsam, boshing qotadi-da, hamma yoqqa qo'l siltab qo'yasan. Haligi yo'q pul tasavvur qilib qo'yadi-da u. Keyin ketadi va pul topar ekanman deydi-da, startapga kirib ketib qoladi. Maqsad u yerda pul emas. Maqsad bu yerda
birov yondashuv qilmayotgan painlarni, ya'ni og'riqlarni startap bilan yechim qilib ber, orqasidan pul kelsin. Pulga urg'u bilan startapga kirsa fail bo'ladi. Bu narsani tushuntirib berish uchun bola tajriba olishi kerak-da. Yo'q. Yo'naltirilish. Evet. Gapingiz to'g'ri, yo'q deganim qayerda? Ko'p ko'ryapman startapchilarda qanaqadir yaxshilik qilmoqchi bo'lgan startaplar ko'pda, qaysidir ana og'riq bor, o'shani hal qilsam jamiyatga foydam tegadi, rivojlanadi, boshqa. Unaqa maqsad bilan startap qilmaslik kerak umuman. Startapni birinchi kunidan, даже minus birinchi kunidan maqsadi pul topish bo'lishi kerak. Yo'q, qanday demoqchi bo'lyapman? Hozir mana stabilni sizda 3000 bor deylik. Ishga bordingiz, bormadingiz 3000 bor bo'lsa, o'sha joyga chiqqandan keyin sizda qanchadir safety netingiz bor, stop. Startupingiz fail bo'lsa, sizga okey, qaytib bora olasiz, o'zingiz leveldagi boshqa ishga. Mayli kompaniyangizga boring, boshqa joyga bora olasiz. Unda shunaqa pozitsiya bo'lsa, keyin pul haqida o'ylab, mana bo'ldi, 3000 menga yetib turibdi, to'xtatib tur, safety netim bor, to'plab qo'ygan pulim bor. Shu to'plab qo'ygan pulimdan aytaylik 6 oy 7 oy yashab turamanda, keyin 3000 dan ham ko'p pul topa oladigan vaziyatga chiqaman, qanchadir muddatga yoki eplansam bo'ladigan sharoitga chiqib olamanda, keyin bosaman deb startapga kirish kerak. No, yo'q tajriba bilan startapga kirsa, sразу уже yo'qda unda hech narsa. Qo'ya olmaydi startapga, чтобы mana value o'zidan chiqarganini startapga qo'ysa, keyin startap rivojlanadi. O'zida hech narsa yo'q bo'lsa, hali people management skill bo'lmasa, unda qanaqa qilib startapni ko'taradida? Bu meni suggestion o'sha nima deydi? Taklifim bo'ldiki, o'quvchiga, 3-kurs o'quvchiga o'zini qo'lida hal qilish narsa yo'q. Shunaqa. Endi mana sizda boshqacha yo'nalish bo'lgan. Sizda moliya tarafdan gigantda juda katta tajriba bor. Startapingiz o'xshamay qolgan taqdirda ham aytyapsizki, bora olaman qaytib. Ha, shunaqa. Endi boshqa kompaniyalarga ham chiqib. Boshqa kompaniya bo'ladi, umuman o'zingizni joyingizga qayta olasizda. Bu boshqa vaziyatda. Shunaqa. Startap qilish uchun sizda nimadir bo'lish kerak, o'zingiz o'rtaga tashlab olgan haligi stolga qo'yib tur, mana menda faloncha qiymat bor. Davay sen ham tasha, birlashtiraylik, o'sha yechimni qilaylik, orqasidan pul topaylik. Shunaqa. Bo'lish kerak degan narsani tushuntirishga harakat qildim. Dazo. Faqat endi bolalar bor, yana o'quvchilarim bor, qaysiki 3-kurs bo'la turib, Paynetda senior. Yokida qaysidir bitta bankda security officerda, security bo'yicha officerda bolalar keladi, ular startap qilaman demaydi. Startap qilyapman deydi. Startap qilyapman, mana shu joyda tanishingiz bormi, tortib bering aloqa deydi. Bu endi boshqa masala. Darsdan keyin gaplashaylik deymi? Ularga yondashuv beriladi, bunga borasan, bunga borasan. Ularda уже влиять qila oladigan, ya'ni qo'ya oladigan narsasi baland bo'lgan. Ularga boshqacha yondashuv qilish kerak bo'ladi. Endi yana savolim bo'ladiki sizga aka, O'zbekiston computer vision based mana o'zingizdagi startaplarga qanchalik tayyor? Birinchisi. Olib kira olganimiz bilan, xarajat qila olganimiz bilan o'zini-o'zi qoplashi boshqa davlatlarnikidan ko'ra qanchalik farq qiladi? Misol, Amerikada biz computer visionga pul tikdik-da, 1000 tikdik-da, 1 yildan keyin tikkan 1000imiz ham qoplandi, yana foydadamiz. Har oy 200 dan. Men kichkina qiymatda aytyapman, shu tushunish uchun. O'zbekistonda qanaqa? Xuddi shunaqa qiymat bir xil qaytish bormi, ROI bormi? Xo'p, tushundim. Tak, O'zbekistonda bozor shakllanish bosqichida hozir. Shakllanib bo'lmagan. Bozor shakllanish bosqichida bo'lgani uchun talab juda ham yuqori emas. Chunki hozir qanaqa tushunyapmiz? Sun'iy intellekt bu ChatGPT deb tushunyapmiz. Ya'ni sun'iy intellekt faqatgina ChatGPT emas, sun'iy intellekt bu insondagi ko'rish, eshitish, gapirish qobiliyatlarning interpretatsiyasi. Ya'ni siz ko'radigan bo'lsangiz, sun'iy intellektda ko'rish qismi bor, eshitadigan bo'lsangiz, eshitish qismi. Interpretatsiya, ya'ni buni implementatsiya yo'nalishlari, ya'ni tatbiq qilish yo'nalishlari ko'p, lekin hali biznes egalari ko'pchiligida buni ishlatish bo'yicha hali ham tasavvur yo'qda. Ya'ni computer vision kerak. Yaqinda bitta zavod bilan gaplashganmiz. Computer vision chiqishyapti, juda katta zavod. Biz computer vision anaqa sun'iy intellektni implementatsiya qilmoqchimiz. Xo'p, nima qilmoqchisiz? Bilmaymiz. Qo'yib beringlar qayergadir. Implementatsiya qilsak bo'ldi. Ya'ni qanaqadir foyda tegsa bo'ldi. Hozir shunaqa etapki, sizga o'xshagan podkastlar chiqib turib, sun'iy intellekt qayerga haqiqiy implementatsiya qila olmaydi. Faqat qog'ozda, paperdagi implementatsiyasi emas, real productiondagi implementatsiya qayerga qo'ya oladi va qancha qiymat bera oladi degan vaqtimizda biz bozorni sekin shakllantirib boshlaymiz.
Shuni hisobiga aytishim mumkin, hali O'zbekistonda masalan bozor uncha shakllanmagan hisobiga aytaylik, Amerika bozori bilan anaqasini ROI'sini Solishtirib bo'lmaydi hali. umuman solishtirib bo'lmaydi. Birinchi tarafdan. Hali bozor o'zi mavjud emas. Ha, bozorni yaratib olish kerak edi. Mhm. Ikkinchi tarafdan imенно computer vision produktlarni yaratish deyarli anaqa deep tech. Juda chuqur. Juda chuqur. Nimani hisobiga boya aytdim, computer Mutaxassis, vision aha. edge device'ga borishgan, ya'ni hardware'ga juda bog'liq. Tushundim. Aytaylik, tashqaridan qaragan odamga boyagi odamni klassifikatsiya qilish, odamni harakatini klassifikatsiya qilish modellari osondek ko'rinadi, haqiqatan ham oson. Train qilish ham oson, lekin bu hali ishlatildi degani emasda. Production level boshqa narsa. Ba'zi qilingan ishi 10% ham emasda, degani ish. Bu yerda katta ishni qilish kerak. Doimiy ishlab turishni ta'minlash kerak. Ko'pchilik startap computer visionda masalan boshlaganimizdan beri kamida 10 ta startap ochilib 2 oydan keyin yopildi-da. Boshlayotgan startaplar hype bilan internetda ko'rgan model, tayyor model bor ekan, GitHubda yuklab olaman, ishlab ketadi. Soqqa ko'p deb kiradida. U yuklagandan keyin buni ishlatib, haqiqiy qiymat olib kirish o'zi boshqa temada. Shuning hisobiga computer visionda bitta produkt yaratish uzoqroq period oladi. Hozirgi O'zbekistonda masalan computer vision qanaqa rivojlantirish kerak desak, qaysidir sohalarda ko'proq R&D'ga investorlar tomonidan pul kerak. Startapda R&D'ga qiyin bo'ladi pul topish. Research and development. R&D'ga katta pul tiqish kerak. Masalan, hozir aytgan proyekt bitta universitetda yo'qlama. Tashqaridan qaragan juda oddiy. Juda simple. Kam zadachani yechib, ko'p zadachani yechmayapti. $400,000 yaqin pul tiqildi masalan o'shanga. Kimdir o'shani qo'llab-quvvatlab tursa, ertaga katta qismi kadrga ketdi deng. Ha, shunaqa. Kadr hardware. Kadr hardware shunaqa. Qo'llab software hech qancha vaqt joy olmagan deng. Ichida fronti, beki o'ynab qiladigan narsangizni zerikib ham qolasiz. AI taraf kirganingizdan keyin. Da. Aytmoqchimanki, uzoqroq muddatda investitsiya qilinsa, bularning qiymati oshadi, yangi bozor paydo bo'ladi. Uning uchun bitta bir ikkita investorlar kerak, chidab turadigan. Sabr qila oladigan biz bilan birga. Venturelar bilan ko'p yuribmiz-da, masalan, venture bozorini ham tushunamiz. Venturelar hozir O'zbekistonda ko'tarilayotgan investitsiyalar ko'rsangiz 100 ming, 150 ming, 200 ming, maksimum 300 ming bo'lyapti-da. Bunaqa produktlarga kattaroq investitsiya va ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Yashab ketish qiyin. Shuning uchun ham mana oxirgi 3 yilda 10 ta computer vision startup paydo bo'lgan, 10 tasiga qaysidir kimdirlar investitsiya bergan, o'lib qolgan, 50 ming olgan, 30 ming olgan, 40 ming olgan, yashab ketmaydi. 2 oyda o'sha pul tugaydi. Shunchaki yoqadi pulni. Shunchaki yoqadi pulni-da. Qisqa qilib aytganda, bu bozor kelajagi juda katta. Agar kira olsangiz, sizni siqib chiqaruvchilar kam bo'ladi. Chunki pashti deep techda buni yaratgandan keyin keyingi kirmoqchi bo'lgan konkurent sizdan ko'proq vaqt sarflab yuborishi ham mumkin buni yaratishga. Demak, bunga biz qanday tushuntirsak bo'ladiki, AIoT deylik, AIoT deylik, ni hardware'ni o'zingiz yaratib va uni ustiga o'zingiz software'ni yozadigan bo'lsangiz, hardware'ga o'zingiz yozadigan bo'lsangiz, hardware'ga yaratib emas. Hardware'ga o'zingiz yozadigan bo'lsangiz, uni ustidan keladigan yechimlaringiz, computer vision based product solutionlaringiz sizga qulayroq bo'ladi, yechim desak bo'ladi. O'sha joyda biz R&D qilsak bo'ladi. Shunaqa ham investorlar bo'ladigan bo'lsa, computer visionga investitsiya qilsangiz-da bo'ladi, agar komandaga ishonsangizda. Kelajagi aniq bor. Masalan, hozir ko'payib ketdik, chatbotlar, boshqa AIlar. Bularning kelajagi yo'q. Bularning hype bor. Hype bor, tugaydi yaqinda. Shunaqa, computer visionga o'xshagan направлениyalarni almashtirib olish, zaminat qilib olish katta gigantlarda qiyin. Chunki bu ko'proq low level hardware bilan ishlanadigan narsa. Ertaga chiqib turib qaysidir bir gigant sizni yo'qotib yubora olmaydi, uzoqroq yashaydi baribir. Endi bozorda bor kameralardan foydalansa-chi, unda nima qiyinchilik bor? Ya'ni boyagi modellarimiz hamma video bilan ishlaydi, videoni qanaqa formatdaligi farqi yo'q, o'ziga to'g'rilab olsa bo'ladi, formatorlarimiz bor, uncha ham muammosi yo'q. Nimaga aynan AIoT yaratishimiz shart? Nimaga aynan hardware levelga tushishimiz shart? Agar bozorda biz ola oladigan ma'lumotlar to'plamini oddiy kameralardan ola olsak. Nimaga biz aynan hardware yaratishimiz shart, agar kameralar tayyor turgan bo'lsa? Yo'q, men hardware yaratganda AI edge device'lar aytyapman. Ha. TPU'li, NPU'li. Ya'ni o'sha video potok kirib keldi, buni
model deb o'sha yerda обработка qilib jo'natsin. Biz chim olib, lokalniy qilganimizdan ko'ra deyapsiz. Uzr, boshdan значит to'g'ri tushuntira olmadim. Aha. Bu hardware bizga yangidan kamera achish kerak emas. Ha. Уже hozir kamera o'zini minimum anaqasiga yetib kelgan. Себестоимостьgacha. Hozir biz bozorga kirib kamera yasasak, undan arzon qila olmaymiz konkurentlar. Juda ko'p. Bizga edge device ham yaratish kerak emas. Tayyor edge device'ga biza optimalniy model yozib turib, lokalniy обработка qilishga fokus qaratishimiz kerak. Shu haqida. Urug' qayerda bo'lganligini bilib oldik. Chuqur ham kiryapmiz. Endi ko'proq startap haqida gaplashganimiz ma'qul shekilli. Texnik ko'p ketib qoldi. Men maza qilyapman, lekin qolganlar bilmadimu. Men o'zim maza qilyapman. Chunki o'zim backgroundim computer science bo'lgani uchun yaxshiroq tushunaman bu mavzularni. Endi startap bozorimiz endi ochilyapti. Qozon endi hamma biladi. Endi hamma narsa endi boshlanayotgan paytda e'tibor fokus qayerga qarash kerakligini ko'proq bilyapmiz va ROI uzoq muddatda juda baland bo'lishligini computer vision orqali ham tushundik. Bu albatta startap bozorida akseleratsiya qilinish uchun ta'lim kerakligini ham men taxminan tushunyapman. Chunki fikrlar bor, lekin qanday qilib fikrlarni shakllantirib tizimga qo'yib olishda ta'lim yetishmovchiligi borda. Bu narsa bo'yicha boya aytib o'tdingiz, Aloqa Ventures tarkibida bor dedingiz. Men o'ylayman yana ko'proq bo'lsa yaxshiroq bo'lardi. Ya'ni bozorda konkurensiya paydo bo'ladi, qachonki bozorga sig'may qolsangizda. Hozir aytaylik, bir nechta computer vision qilayotganlar bor, lekin bozor shunaqangi kattaki, bozorning 10% ni ham butun boshli qilayotgan startaplar to'ldira olmaydi-da, talabni to'ldira olmaydi. Demak, ular birga konkurent emas, hamkor. Shunaqa. Hamkor. Endi savollar juda ko'p, Sardor aka. Prodyuserlar aytayapti, vaqt qisqa qilaylik. Siz oxirida aka o'zingiz qanday bir insight bergan bo'lardingizki, yo mana shu bizni ko'rib turgan startap qilmoqchi bo'lganlar yokida texnik odamlar yokida aytaylik o'sha venture kapitallar ko'rayotgan bo'lsa, puli borlar. Qanday bir fikr bergan bo'lardingizki, ular shundan manfaatdor bo'lsin? Umumiy 3 ta fikr bersangiz, xursand bo'lardik. Xo'p, 3 ta. Ko'proq endi startap qilmoqchi bo'lganlarga, startap qilayotganlarga fikr berganim ma'qul bo'ladi, chunki venture specialist sifatida ishlamaganman. Xo'p, oxirgi paytlarda ko'rayotgan bitta narsam bo'lyapti, ya'ni hype'ga aylanib qoldi. Startap qilmoqchimi yoki qilyaptimi, darrov borib venture'da investitsiya ko'tarishga harakat qilishyapti. Investitsiya ko'tarishda o'zini qonun qoidalari, vaqtlari va ya'ni vaqti bor. Ko'pchilik 30 ming, 40 ming, 50 ming investitsiya ko'taryapti-da. Kompaniyasining juda katta qismini sotib olyapti. Hali MVP ham yo'q. Startapga investitsiyani to'g'ri vaqtda ko'tarish eng katta narsa. Ya'ni qachonki siz produktingizni как minimum bitta ikkita klientda sinab, bu aniq bozorga kerak, to'lashga tayyorligini bilganingizdan keyin investitsiya ko'taring. Hali mana g'oya etapida boryapti, investitsiya ko'tarishyapti, chunki bozorda pul paydo bo'lib qoldi. Venturening bozorida 100 milliondan ko'p pul bor. Proyektlar kamda. Siz MVP bilan olsangiz ham pul ola olasiz. Pul ko'p. Shunday. Pulku sizga beradi, lekin siz ertaga bu pulni mas'uliyati bor-da. Investordan pul olayotganda ikki marta xursand bo'lasiz-da. Pul beraman desa xursand bo'lasiz, pul olgandan keyin u yog'i уже boshlanib, bosh og'riq. U pul investorning puli juda og'riqli pul. Qiyin. Uni mas'uliyati juda katta. Qaytarish kerak, chunki misol men boya uzr gapingiz bo'ldim. Men pul bersam, kutaman, pulim qaytishi kerak-da. Investor bo'ladigan bo'lsam, sizga 10 so'm berdimmi, qanchadir 20 so'm bo'lishi kerak-da. Sizdan talab ham 10 so'mni kutmaysizda endi. 10 so'm kutmayman. Shunaqa. Endi o'ldi desa, eng kamida 10 so'm qaytishini kutaman-da. Eng kamida 10 so'm qaytib kelishini kutaman. Shuning uchun birinchi maslahatim deydimi, boshimdan o'tkazgan, hamma o'z boshidan o'tkazgan narsa haqida gapiradi-ku. Erta investitsiya ko'tarishga harakat qilmaslik kerak. Startap qildimi, darrov venture'ga borish kerak emas. Вообще venture startap bo'layotganlar bor. Juda ko'p. Investitsiya qachon kerak? Qachonki siz produktga ishonasiz. Endi masalan, o'zingiz investitsiyasiz kuniga, oyiga aytaylik 10 ta klient sota olsangiz, investitsiya kelsa bilib turibsiz, 1000 taga sota olasiz. Ya'ni qachonki scale qilishga tayyorsiz, lekin resurs yetishmayapti. O'sha paytda borish kerak. Bu ana benzinda yoqilg'i kerak payt yurasiz va mashinangiz yo'q, benzinga yugurmang. Birinchi mashina yuradimi yo'qmi bilib olish kerak edi.
maslahat sifatida. Ikkinchi, endi venturlarga qaratib aytadigan narsam ham bor, startap sifatida. O'zbekiston bozorida balkim hozir bu vaqt bilan o'tib ketar, lekin bitta muammo borda. Biza qisqa muddatli startaplarga ko'p pul berilayotganini ko'ryapmiz. Ya'ni qanaqadir chatbot, qanaqadir veb-sayt, qanaqadir app. Bular umri 3-4 yil ham emasda, bunday qarasa. Qilish oson. Juda oson qilish mumkin. Replicability asosida. Yaqinda Koreyada bo'ldik. O'shanda startaplarni anaqa ko'ryapmiz-da. 90% startaplari bular deep tech startaplar. GPUlar yaratishyapti, hardverlar bilan ishlashyapti, o'zlarini modellarini yaratyapti-da. Bunaqa startaplar bilan davlat miqyosida yaxshi kuchayadi. Iqtisodiyot ham, texnologiya ham yaxshi kuchayadi. Bizdagi hozirgi startaplar bilan bu vaqtinchalik naqadar chiroyli sifralar uchun zo'r, lekin kelajak yo'q. Ko'proq deep techga investitsiya qilish kerak. Iloji bo'lsa, deep techga investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz 50 ming, 100 ming pul beraman deydi, u bilan deep tech qilib bo'lmaydi. Kattaroq investitsiya qilib berishga tayyor turish kerak, deep techni qo'llab-quvvatlash kerak. Taklif sifatida menimcha yetadi. Rahmat Sardor aka, kelganingiz uchun, o'z fikrlaringiz bilan bo'lishganingiz uchun. Xudo xolasa keyingi podkastlarda yana o'zinglardagi bo'lgan o'zgarishlarni sifatida va qolib ketgan savollarni bera olish uchun yana bir ko'rishamiz degan umiddaman, Xudo xolasa. Albatta. Bizni kuzatib borayotganlar uchun kattakon rahmat. Agar savol va takliflar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, biz inobatga olgan holatda hammasini o'qib chiqamiz va yondashuv qilamiz unga nisbatan ham. Agar kimnidir taklif qilishimizni xohlasanglar, uni ham yozib qoldiringlar. Shunga qarab biz mehmonlarimizni taklif qilamiz.